Sog'lik har bir inson uchun beqiyos ne'mat. Chortoq tumanida joylashgan Ash-Shafiy diagnostika va davolash sihatgohi markazi aynan shu ne'matni asrash, mustahkamlash va tiklash yo'lida aholiga yuksak darajadagi tibbiy xizmatlarni taqdim etib kelmoqda. Markazda terapevt, gastroenterolog, kardiolog, nevropatolog, urolog va lor sohasidagi yetuk mutaxassislar faoliyat olib bormoqda. Bemorlarning tez va samarali tiklanishini ta'minlash maqsadida zamonaviy laboratoriya tahlillari, yuqori aniqlikdagi diagnostika uskunalari, fiziomuolaja, gidrokolonoterapiya va terapiya xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Markazda shifobaxsh madanli suvlar orqali davolash imkoniyati ham mavjud. Shu bilan birga dam oluvchilar uchun kun davomida 3 mahal mazali va foydali ovqatlar tayyorlanadi. Taomlar to'g'ridan-to'g'ri bemorlarning xonasiga yetkazib beriladi. Bu esa ularning orom va qulaylik ila dam olishiga zamin yaratadi. Maskanning asosiy ustuvorliklaridan biri ozoda va shinam muhit, xushmuomala xizmat ko'rsatish hamda o'z ishining ustasi bo'lgan xodimlardan iborat. Shuningdek, sihatgoh hududidagi go'zal tabiat manzarasi inson ongini xotirjam etib, davolash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Manzilimiz Chortoq tumani Beshkapa mahallasi, Oqtikan massivi. Murojaat uchun telefonlar 94 305 50 55 277 52 08 732 50 55. Ash-Shafiy markazi. Sog'lom turmush sari mustahkam qadam.